الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Hakikat Sadası programımızın birinci sahnini görüşünlerini kızgın karşıladınız. Ben Abdullah Yalqun. Hürmetli televizyon görüşler, bugünkü bu programımızga aziz bir mehmanimizni teklif kıldık. Özünün kıymetli vaktini işkirip keppegeldiği için köpten köp rahmet etimiz o bolsumu. Hürmetli ustazımız, Ustaz Muhammed Ebu Ömer Türkistani tekallüsünden tanınan, özü hem okşaş vakitte Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'ninki azası ve vatanın içinde bolsun ve sırtında bolsun aktif hizmet kılıp kilovatkan ölümalarımızdan birisi. Bugün biz programımıza aldan hoş geldik, keppegeldik için köpten köp rahmet etimiz. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet, Allah razı olsun. Hürmetli, kadirlik görürmelerimiz, bugünkü bu programımız yani tunci sahanına başladık. İnşallah bu programımız arkalık bunun keyin şu meyli bulup muassas cihetinin de Türkiye'nin içindeki her kaysi şehirlerde yaşavatkan, her kaysi sahada yetişken ustaz ölümalarımız bulup şu dini ölümalarımızdaki halkımızdan soruluvatkan, halkımızdan kilovatkan, halkımızdaki gün tertip buluvatkan her günlük meyli ictimai, siyasi, iktisadi cihetteki şu işlerinin hemmesiga her kaysi ölümalarımızı çağırıp inşallah bu ekran arkalık bunun keyin İslam'ın hakikat doğru yolunun fikrini körüstüp bilişken inşallah tirişimiz. Allah'tan bu programımızda muvaffakiyetli kılıp bilişini soraş bilen programımızı başlayımız. Hürmetli Ustaz Muhammed, şu yıllardan bir yana bugünkü birinci temamız ne? Şu meyli bir qancha yıldan bir yana chet elge nurgun hicret yolu bilen çıkıp atkan kıyırnaşımızın ait köp sanlıqni egallab, bu Türkiye'nin ait köp sanını egallab gündüz günü bu gün tarafımızın düşmek kilotudu. Bugünkü sahnimizin birincisine biz bu hicretteki muhacir kıyırnaşımızı kilişten burun. Hem de hemmizge malum Xitay tecavüzçidir besip kirgende bir vatanimizde nurgulluğun zulümlerini kıp geldi. Bununla karşı hareketler çok küçük elip berilgan oldu. Bu 1980 yıldan bu yan vatanimizde bara küçüşke başlayan bu Xitay'a karşı hareketler, cihadi hareketler xilma-xil şekilde elip berilgan bolsumu ta bugünkü geçe Xitay vatanimizde acizlemedi, belki del aksice günden günüge Xitay'nın ziyni bulup ötken hemme işler Xitay'nın paydasıga, Xitay'nınki izchil küçüyüşüge sebep buluvatkan görünüşün körüvatımız talap etdi yenile şu halkımızga, milletimizga, şu Müslümanlarga kilovatı demdi. Bu işler bu tuğan sırı yana Xitay mesela bu bunchilik karşılık hareketleri bolgandan biraz bir siyasetlerimiz biz özgertip biraz bir Müslümanlarga kengirchilik bereyli deydigan asla yok. Belki günden günüge bugünkü vaziyetine söylep oltamasam mı her qandaq bir akıl egesiga ayan bir meslup kaldı demdi. Şu kadar yaşıgısız bir haletke dinim deb degan har qanday bir kishininki vatanda ozod yaşamaydigan bir ahvolga kelib qoldik hamda. Aldi bilan shundan kirsak, nima uchun shuncha vala yillardan buyon elib berilayotgan bu harakatlar? Ya biz xato qilyotgandik, nadi ketkizib qo'ydik, elib mangan yo'llarimiz, tutgan yo'limiz xatomi? İslamga uygun bo'lmagan yerlari ko'pmi yoki bo'lmasa nima sababdan buni bir tushunchadan baksam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Amma ba'du. Yukarıda naite muhim bo'lgan bir savolga tutuşmagan bo'ldingiz. Amaliyotda bu savol bugun Sharq Turkistonning ichida bo'lsin yoki Sharq Turkistondan dunyoning har qaysi joylariga hijrat qilib chiqqan muhacirat rayonlarida turayotgan muhacir Uyg'ur musulmonlarida bo'lsin bularning kallasida har vaqt mavjud bo'lib turgan. Zodi nima uchun? Biz 80-yillarning boyaqida o'xshamagan shaklda Sharq Turkiston tuprog'ida
har xil jihatnoma bilan faoliyatlar bo'lgan bo'ldi. Ta bugunga kelganga qadar bu harakatlar bo'lib kelgan bo'lsa-mu, ammo hozirgachilik Xitoyning Sharq Turkiston tuprog'ida bastirish, yo'qotish siyosati kundan kunga zo'raydi. Qilinayotgan harakatlar haqiqatan Xitoyning foydasiga ham kelgan bo'ldi endi. Balkim bu savol har bir o'zini Sharq Turkistonlik hisoblaydigan bir musulmonning iddiasida, kallasida mavjud bor deb qarayman. Endi biz bu savolning o'ziga o'zimizning xususiy ra'yimiz yoki oddiy tunishlarimiz bilan emas, balki ulug' muqaddas Qur'oni Karim va hadisi Rasul, shundaqli payg'ambarimiz Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamninki tarixiy ish izlari, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning zulm va zo'ravonliklarga duch kelgan vaqtida qanday tadbirlarni qo'llangan, qanday yo'l tutgan va o'zining agashkuchilaridan sahoba ikromlarini qanday yetaklab mangan, bu jihatlarda shu tajovuzchilarning yoki zulm, zo'ravon kuchlarning o'ziga qaysi shaklda tadbir qo'llangan, yo'l tutgan, biz bu nuqtalarni bir qur tushunib, anandan keyin Sharq Turkiston musulmonlarininki ta bugunga kelganga qadarki ilgirlash bo'lmay, balki chekinishlarning bo'lib kelganligidagi sabablar ustida to'xtalsak mencha yaxshi bo'lgan bo'ladi. Endi biz islom tarixiga bir qur nazar soladigan bo'lsak, milodiy 610-yili ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddas Hazreti Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni payg'ambarlikka tanlagan bo'ldi. Payg'ambar alayhissalatu vassallam payg'ambar bo'lgan shu mezgilning o'zida Arab yerim orili bir tarafdan Rim imperatorligi, yana bir tarafdan Paris imperatorligi tarafidan asosan monopol qilingan bir holat edi. Endi payg'ambar alayhissalatu vassallam shu vaqtning o'zida shu xil Arab yerim orilini tajovuz qilgan, bostirib kelgan bu kuchlarga taqobil turish uchun avval ishni na'dan boshlash. Yani bir siyasi kumandan yoki siyasi rahbar sifatida avval arablarni ittifoqlashtirib, har qaysi qabilalarni bir yerga jug'lab, anandan keyin bu tajovuzchi zolimlarga qarshi harakat elib berish nuqtasidan ishni boshladimi? Yoki bo'lmasa payg'ambar alayhissalatu vassallamga ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddas ishni la ilaha illalloh kalimasidan boshlashga buyruq qildi. Bu yerda bir hal qilg'uch muhim masala borki, payg'ambar alayhissalatu vassallam tunji qatim bu ummatni o'ngshashning, bu ummatni bugungi duch kelgan bu zulm, zo'ravonlik ostidan qutuldirishning va bu ummatni birlashtirishning birdan bir yo'lining faqat islom ekanligi. Ya'ni islom iddisi va islom ideologiyasi bilan qurollangan vaqtida la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh din iborat bu kelime, mana bu kelimenin mahiyetini mükemmel tushunib ve onu o'zining amaliy hayotida mükemmel icra qilgan vaqtida uningdan keyin bu kishilarning avtomatik birlashalayotganligi ve ularning o'rtasidagi har xil shakldagi ziddiyat, datalashlarning tugab, hatto o'zining tuprog'iga bostirib kelgan zolim, zo'ravon, tajovuzchi kuchlarga qarshi birliksa qo'rayotganligi aniqdi. Amaliyotda shunday bo'ldimi desa bo'ldi. Payg'ambar alayhissalatu vassallam Arablardan iborat issiq bir belvaqda yashagan, masalalarga nisbatan nayt oddiy qaraydigan, asalli achchig'i kelib, asalli yanadigan, izchil holatda o'zaro bir-biri bilan so'qishib, qon to'kashga odatlangan, mushundaq bir millatni la ilaha illalloh orqali ittifoqlashtirib, mushundaq bir millat la ilaha illalloh idisi asosida birliksa qurib, mana dunyoda o'zining kuchini namoyon qildi. Endi biz Sharq Turkiston musulmonlarininki mushu 80-yilninki boyaqida har xil zulm va zo'ravonlikqa qarshi nurg'unlagan faoliyatlar, nurg'unlagan jihatnoma bilan harakatlar maydonga keldi. Amaliyotda bu maydonga kelgan harakatlarninki ko'p qismlari shu o'tirg'i buyuk kun 2 kun o'tirg'i chiqdi. Anandan keyin bir bostirish bilan necha yilgachilik to'xtab qoldigan, hattoki şu kishilarni vaqtliq yordam berib bag'riga bosgan kishilarmi shu qadar qo'qrinja bo'lib ketadigan holat shakllandi.
Endi biz bu noktani qanday tushunish kerak? Masalan, Sharq Turkistonda Xitoy 50-yildan tortib 49-yildan tortib nihoyat chiroyli Sharq Turkiston tuproqiga chiqqan bo'ldi. Endi buningdan ilgirki ta Zozongtangdan tortib Chelong, Yundaxu, Yangzinshin, Jinshoren, Shinshisay, Gomindang, Jianglijong yoki Maozudong, aningdan keyingi Xogoping, Jiangzemin, Hojuntao yoki Deng Xiaoping, nima aloqa bugungi Xi Jinpinggachilik kelgan bo'lgan oraliqda endi bular hammasi asosan tuzumi o'xshamagan bir shaklda yoki ularning nomi o'xshamagan bir shaklda kelgan bo'lsa, amaliyotda ularning hammasi bir tajovuzchi edi. Chelong ham tajovuzchi edi, Yangzinshin Jinshorenlar ham tajovuzchi edi, Shinshisay ham shunday bo'ldi, anandan keyin Gomindang ham shunday bo'ldi. Har birisi har zaman bu tuproqni bulash, bu tuproqdagi boyliqlarni talon-taroj qilish va shu tuproqda yashayotgan musulmonlarni asmolatatsiya qilib, o'zining shu tuproqdan chiqqan boyliqlarni o'zining qilib berishdan iborat bo'lgan bu razil maqsadiga yetish uchun cho'qim bu musulmonlarning o'zini dushman deb tuniyamaydigan va u dushmanga qarta to'g'ri bo'lgan bir fikr, to'g'ri bo'lgan bir ideya asosida harakat qilinmayotgan bir holat keltirish uchun tirishib keldi. Buning uchun qanday qilish kerak edi? Buning uchun ulug' muqaddas Qur'oni Karim ruhiyatidan ayirish, islom ruhiyatidan ayirish, islom ideologiyasidan ayirish kerak edi. Xo'sh. Shunda bo'lganligi uchun mana shu har zaman kelgan bu tajovuzchi kuchlar Sharq Turkiston musulmonlarini islomdan ayirishga tirishib keldi. Diniy madrasalarga chek qo'ydi. Diniy sohalada yetishgan Abduqodir Damollamga o'xshagan va uningdan boshqa ana shunday yetuk olimlar o'tirga chiqib qolsa, har xil batnomlar bilan, har xil vositalar bilan ularni yo'qotishga, ularni tozalashga, har xil qudratqullik harakatlarini o'tirga chiqarib, hatto ularni ishonchidan ayirish, jamoatdan ayirish, zurriyat topilganda xalqning qo'llashidan ayirishdan iborat mana bu vositalarni qo'llanib keldi. Xo'sh. Bu mesele nima deganda biz o'zimiz bilamiz. Xitoy tuprog'ida Manju deydigan bir millat bo'lgan. Bu millat necha 100 yil Xitoyga hukmronlik qilgan bo'lsa, eng oxirida bugungi kunda bu millat osmonotasi bo'lib ketdi. Sababi nima? Shu millatning putirab turarligidek bir e'tiqodi, ideologiyasi bo'lmaganligi uchun mana bu millat Xitoylar bilan osmonotasi bo'lib ketdi. Shu bugun Uyg'ur musulmonlarini Uyg'urlik holatida mavjud qilib turgan narsa uning islomiy e'tiqodi. Agar bu millat islom ideologiyasidan ayrildigan bo'lsa, islom e'tiqodidan ayrildigan bo'lsa, bu millat tugaydi. Shuning uchun bu millatni tajovuzchi qilgan, bu millatga bostirib kelgan, bu millat asli sohibi bo'lgan tuproqni va bu tuproqdagi boyliqlarni talon-taroj qilmoqchi va uni o'zini qilib olmoqchi bo'lgan kuchlar qanday qilish kerak? Bu tuproqda yashagan musulmonlarning ideyasini, e'tiqodini va islomiy bo'lgan tunishini butunlay ust-ustun qilib o'tish kerak. Bunun için dini ma'rifliği çek qo'yish kerak. O'z ishidan chiqqan katta diniy ustozlarni ham har xil bahonalar bilan yo'q qilish kerak. Mana Xitoy bu vositalarni qilib keldi. Endi yaqinqi zaman 50-yilning mobaynidagi harakatlarga qarasak, mana shu Kommunist partiyasi chiroyli vositalarni qo'llanib, chiroyli tadbirlar bilan, usullar bilan Sharq Turkiston tuprog'iga chiqqan bo'lsa, endi 55-56 yili milliy territoriya qalpiqini chiroyli ko'gizib, 60-yilga kelgan vaqtida madaniyat zo'r inqilobini qo'zg'ab, endi bu jarayonlarda necha 10 yil pul tepib, topgan pullarga zamin setib olgan, dach setib olgan, bog' setib olgan, nurg'unlagan musulmonlarni o'ziga qul qilib, ana shunday yashab kelgan boylarning mana bularning boyliqlarini o'ziga dushman qilib, boypomuchik deb qalpoqni ko'gizib, onundan keyin shu millat ichidan chiqqan diniy va fanniy ziyolilarni cho'qim bularni tozalab, bu millatni savodsiz qoldirish kerak. To'g'ri. Bu millatni bilimsiz qoldirish kerak. Buning uchun qanday qilish kerak? Uning ichidagi diniy va fanniy ziyolilarni asosan yo'q qilish kerak. Mana bular qanday qildi? Shu siyosatni qo'llandi. Boylarni, ularning boyliqini talon-taroj qildi, boypomuchik degan qalpoqni ko'gizdi, ularni yo'qotdi. Onundan keyin diniy va fanniy ziyolilarni mana bularning o'zida umumyuzlik turmalarga qamab bularni yo'qotdi. Uningdan keyin hattoki bu millatning mana shu arab tiliga o'xshab ketgan, o'zi ulug' muqaddas Qur'oni Karim va hadis rasulning asli yoziqiga o'xshab ketgan Chag'atay Uyg'ur yoziqini amaldan qoldirib, saq 20 yil Latin yoziqini, ya'ni
bugünkü İngilizce okşap ketken Latin yazıkının özünü mecbur kullandı. Çünkü itikadını ayırışının vasılı bu. İlham Otur Asya'da, G'arbi Türkistan'da ilham şu yazıkla kolunup geldi. Her vakit mana bu tecavüzçü müstebit güçler bu xil şekilde yol tutup kelelik tarihten bu yan. Avval onun tilini özgertiş gerek, onun idisi, onun örfü adeti ve onunki o idisi örfü adeti özgergendik yılda o kimlikini yokutuş qarab bana dendi. Düşman dep tunumaydigan halat meydanga çıkıp kaladı. Şunun için mana bu Xitay qanday qildi? Birinci yukarıdaki dini ziyalilarını, fenni ziyalilarını yo'qotdi. Anından keyin bizning yazıqimizda ham amaldan qoldi. Anından keyin kommunal ishga oshiramiz deb hammadamni Darüşodi degan narsaga chaqirib, bir tarafdan Marx Engels'dan tortib qatori ularning mavzuningachilik suratlarini chaplab, shularga Xudo deydigan, ya'ni shularning o'zidan hatto ruxsat so'raydigan, shuni ilohlashtirishdi. Şu vaxtımız mecbur mana bu halatni şekillendir. Ne dini muharif yok, ne dini medreseler yok, ne cemaat iş namaz okuş yok. Aynı vaktki medreseler hemmisi koykalının kotallarına aylandırıldı. Ama onun dinkinço degen çağda Ulug' Muqaddas Kur'an-ı Kerim hem şu tupraqning o'zida kafir güçlünün galçıları tarafından yoki bir türküm besim Müslümanlarının yani şu besim astida Kur'an-ı Kerim hem köydürülgen bo'ldi. Endi xulos kalam mushundaq zulm ve zo'ravonliklarni voyaga yetkazib qilgan Xitoy endi 76-yilga kelgan chaqda buning beshi bo'lgan mavzuning shu illayla aqaqidan dunyodan ketdi. Ketgandan keyin Xogopning taxtga chiqib, arada bir 2 yil jarayonida har millat o'zi yashagan tuproqda yashash kerak degan siyosatni chiqargandan keyin nurg'un Xitoylarni ko'plarni ko'tarib, ishki o'lkalarga qarab mangan bo'ldi. Andan keyin endi 11-qurultay o'tirg'i chiqib bunun dikin Deng Xiaoping uzun yıllık tecrübe savakını yakunladım deb sırt qarta işini açkan oldu. Nayet çıraylık yani bir xil tükni yetişiğe salap Uygur Müslümanlarını büyütlaş karakterlik bir yeni bir hareketini oturga çıkardı. Yani bu jarayonlarda bizning necha yil hattoki masjidlarimizda azan to'lash emas, masjidga kirib namoz o'qish imkoniyatidan mahrum qolgan. Mushundaq kishilarimiz endi siyosat o'zgarib jahon kengre kuyutilgandan keyin mana shu xudimizni bilenmedikki, yana qaytadan ne bu millatga bir to'g'ri bir ideya, to'g'ri bo'lgan bir fikir singdirish harakati bo'lmasdan, yana biz qanday qildik? Yana shu ilmi kalam, mantiq deganga o'xshagan bu kitoblar ham o'gitilgan bo'ldi va uningdan boshqa endi shu vaqtning o'zida yana necha yilgachilik bu millat asli ideyati tarbiyalanish kerakdi. İdeologiya noktasından terbiyeleniş gerekti. Şuncha bir puxta terbiyelenishga muhtoj olgan bu millat ichidan aldırab teneplam bazı bir hareketler oturup çıktı. 83-yili şu Qashqarning Pazavat Jigdilik vakası deganga o'xshagan bu hareketler bo'ldi. Uningdan keyin yana boshqa hareketler bo'ldi. Uningdan keyin Barin jihadi bo'ldi. Endi qarmoqqa bu hareketler naite Uygur Müslümanlarının jangovar ruhini ifoda qildigan bo'lsa-mu, ammo bu qandaq degan chaqda bir ishni qilish uchun avval bu ishning o'disidan chiqalaydigan, ham shu ishni qilmoqchi bo'lgan, yana bu kishilar cho'qim to'g'ri bo'lgan bir fikr, to'g'ri bo'lgan bir e'tiqod va ideologiya asosida bu ishni qilish kerak edi. U zulm bo'ladi, to'g'ri, lekin zulmga qarshi o'ygangan millat bilan e'tiqod o'yg'atgan millatning oralig'ida farq bor. Bu zulmga qarshi o'yg'atilgandan keyin bugun saqilimiz tajovuzga duch kelsa, bugun chumpartlarimiz tajovuzga duch kelsa, bugun madrasalarimiz tajovuzga duch kelsa, ochiqlab qo'poplam ketgandan keyin 4 kunda agar shu madrasalar qo'yib berilsa, shu saqalini quyosh imkoniyatlari bo'lsa, shu chumpartlarni otitgan imkoniyatlar bo'lsa, 4 kun uxlab qoldigan yo'q. Masala shuki, u tajovuzchi kuch, u bizning masjidlarimizni yasab bersin. Yoki bizning madrasalarimizni bola o'qitilayotgan imkoniyatlarni bersin, bizni islomiy kiyimlarni kiygilayotgan sharoit bo'lib qolgan taqdirdami, ammo biz bir narsadan bexutlashib qolmasligimiz kerakki, bu uning tuproqi emas. Bu yerga bu bizning dushmanimiz, islomning dushmani, Allohning dushmani. Bu yerga kelgan ekan, bu chuqum yaxshi g'araz bilan kelmadi. Uning masjidlarni ichib berishi, madrasalarni keng ozoda qo'yib qo'yishi, bu hargizmi bu onun dinni tushunganlikdan, islomni qo'llaganlikdan, musulmonlik ish chaqirtganlikdan bo'lgan harakat emas.
o fakat Müslümanların aldaş için kullanılan siyaset de düşünüşümüz gerek. Tamam. Müslümanlarını büyüklaştırış için kullanılan vasıta da düşünüşümüz gerek. Mana bizdeki mesele şu oldu ki her zaman kiçikkina vaziyat çıngıp boğuçılık biz kopapla açıqlanıp kopap kettik. Şunu o'ylanlam, açıqlanıp kopap ketdik, hayacanlanıp kopap ketip kaldık. Endi bu hayacan bilan kopkan hareket bilan to'g'ri e'tiqod va ideologiya bilan elib borgan harakatning oralig'ida biz yuqori degandek osmon zamin farqi bor. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Makkadagi hayotiga, Makkadagi 13 yillik hayoti qaraydigan bo'lsak, payg'ambar alayhissalatu vasallam tunji qatim ya'ni maxfiy tashkillanish va maxfiy da'vatdan iborat sistemalik ishni bir tarafdan sistemalik odam yetishtirish va odam tarbiyalashdan boshladi. Birinchi qadamda payg'ambar alayhissalatu vasallam mana shu sahoba ikromdan intayin xufiyona ravishda maxfiy tarbiyalashga, ularning fikrini, idisini to'g'ri bo'lgan bir islom ideologiyasi bilan qurollantirishga shu qadar kuchli. Önümdeki Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga ulug' Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala ve taqaddas tarafından "Fastaq bima tu'mar wa'riz anil mushrikin wa anzir asharatakal aqrabin" degan oyat tushgandan keyin hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam avval ishni o'zining jamoatidan, o'zining tuqqanlaridan, o'zining qabilasidan ham boshladi. Mana bu hareketlerini hemimiz obdan bilimiz. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam gerçi özü aşkarı davet ötken bosumu ama özünün tabi'leri olan, özünün sahabeleri olan kişinin şu kadar yüşür tuttu. Ola bilen aşkarı sorundaşıldığan, aşkarı bir yerligi jığılıp oturduğan bu xil hareketlerden Peygamber aleyhissalam mustasna oldu. Hani keyinki davralarga qaraydigan bo'lsakmi, Payg'ambar alayhissalatu vasallam ta Aqaba bayiti, birinchi Aqaba bayiti 12 nafar odam bayat qildi. Madinadan kelib, ikkinchi Aqaba bayiti 70 nafar odam bayat qildi. Hatto shu vaqtning o'zida ikkinchi Aqaba bayiti o'sha kechida shayton alayhi la'naning baqirab jaqirishi bilan pashulab qolgan ahvolda pashulab qolgan vaqtida hatto shu ansorlarning amiri "Ya Rasululloh, bizga buyruq qilginki biz ata Makkaga qurolliq bostirib qilishlar bilan bostirildi" deganda Payg'ambar alayhisalom taqa biz buni buyurilmadik. Mana qaraydigan bo'lsak, Payg'ambar alayhisalomning Makkadagi 13 yillik hayoti temkinlik, ig'ir-bisiqlik va o'zini to'xtatib olish, aldirab tinib hayajon va ochiq bilan o'tirib chiqib qolmaslik, ko'z oldidagi dushman va bu dushmanning tabiati va xarakterini to'g'ri tushunish va bunga taqobil turish jihatda puxta ideviy jihatda iymon va e'tiqodiy nuqtadan va uningdagi jismoniy va moddiy jihatida puxta tayyorlikni qilib, aningdagi o'tirib chiqishni amalga oshirdi. Xo'sh. Buni tushunib olish kerak. Shuning uchun endi biz bugungi kunning o'zida haqiqatan nurg'unlagan faoliyatlar, nurg'unlagan harakatlar oqaqidan chiqqan bo'lsa, birisi chiqdi zulmga qarshi, yana birisi chiqdi, yana bir nima, lekin chiqdi, oqibat shuni bahona qilib Xitoy tajovuzchilari mana shu bizning odam tarbiyalaydigan diniy madrasalarimizni ham bo'g'di. Bizning hatto nurg'unlagan yaxshi da'vatchilarimiz yetishgan, ammo bu da'vatchilarimizni har xil bahonalar bilan turmush komillarga qolmadi. Hatta bizning da'vatlarimiz, madrasalarimiz, hatta bizningki barcha imkoniyatlarimiz asosan qo'ldan ketdi. Bu nima uchun degan chig'imizda biz avval haqiqiy bu xalqni ommaviy shaklda o'tirga chiqqandan keyin avval ulug' tarbiyalash, to'g'ri bir ideya, to'g'ri bir ideologiya asosida qo'zg'ash, mana bu nuqtaga ahamiyat berishimiz kerak edi. Shunga tarixda masalan Temur xalqi voqeasini obdan bilamiz. Xo'janiyaz hojim voqeasini obdan bilamiz. Endi shu Temur xalqi voqeasidami zulmga qarshi o'tirga chiqqan. Lekin zulmga qarshi o'tirga chiqqan bu harakat oxirgi hisobda Lishupga o'xshagan bir saxta musulmonning Qur'onni tutib qasam qilish natijasida mana bu harakatni qo'zg'agan Temur xalqi soddalik bilan aldandi. Kichkina huquq bu kishini qanday qildi? Buyuqlashtirdi. Keyin Xo'janiyaz hoji voqeasiga qaraydigan bo'lsak, bu kishimi necha minglagan ana shunday mujohidlik rahbari bo'lgan, qo'mondan bo'lgan, shuncha buyuk harakatlarni qilgan, shu davrdagi tajovuzchi kuchlarni shu qadar sarosimga solgan kishi. Ammo oqibat qanday bo'ldi? Ish to'g'ri bo'lgan bir ideya, to'g'ri bo'lgan bir e'tiqod va ideologiya asosida bo'lmasdan vaqtliq zulmga qarshi men qo'zg'aldim. Ya'ni zulmga qarshi debla hoyi debla chiqqan harakat oxirgi hisobda bir shinsaydan iborat bo'lgan bir qor yalmavuz, bir tajovuzchi kuch bu kishining o'zini muavir raislikka taklif qilsa, hatto Rostdan iborat bir kofir kuch uningga pardaqisi turib, qanday bo'lsa kepillik bersa, oldirabdan ishonib, mana o'zining hatto o'z ishidan chiqqan katta olimlarimizni
Sabıddamullam, Zerib Qarajimga o'xshagan katta olimlarni qo'mga solib, ko'zi kishan bilan kofirni oldiga olib berdi. Mesele nima bu yerda? Mesele shuki, har qanday bir ishni qilasiz, to'g'ri ideya asosida qilasiz. To'g'ri e'tiqod asosida qilasiz. Agar to'g'ri e'tiqod va to'g'ri ideya asosida boshlanmagan har qanday harakatni oyga chiqmaydi. Shuni biz Sharq Turkiston tuprog'ida hozirgachilik zulmga qarshi nurg'unlagan harakatlarning bo'lganligidan bu millatninki zulmga bo'ysunmayotganligi, zulmga bo'y egmayotganligini isbotladi. Lekin masala yanına bu millat tarbiyalanishga muhtoj. İdi cihati tarbiyalanishga muhtoj ve başka cihatta da puxtu tadrib ilishqa o'zining zodi bu jihatni qilish kerak, ammo qanday ideya, qanday e'tiqod, nima g'oya bilan bu zolim, zo'ravon, tajovuz kuchlarni qo'g'laymiz. Qanday qilgan vaqtimizda biz bir niyat, bir maqsadda mana bu ulug' muqaddas Qur'oni Karim va hadis Rasululloh atrofiga uyushib, bugun bizning tuproqlarimizga bostirib kelgan va buni talon-taroj qilgan bu kuchni zodi qanday qilganda qo'g'lab chiqarmiz. Mana bu meseleni chuqur shar'iy Qur'on sunnatning ruhi bo'yicha tushunsak va tushunganda anandan bunu ayrı çıkdı. Şuna bugünkü kelgenge kadar mana nurgun hareketlarda aldırak sallık bu qalğan buluşu, bazı hareketler hayacan bilen bulap qalğan buluşu, bazı hareketler hatta boğan bozumu, lekin şu Müslümanların şu yerdeki ma'lum menfaatlerini mi çıkış qilgan buluşu, hem şu qar güçlerge ziyan zahmet seliş karakterlik hem de bunun zihni bilen paydasını ölçek noktası da yanalam biz cihcihatlı da ham bolap geldik. Şuna ben deymen ki bugün Muşa Şarkı Türkistan tuprog'idagi hareketler yoki faaliyetler biz eng avval xalqimizga avval dinni ulug' tushuntirishimiz ve bu xalqni to'g'ri bo'lgan bir ideya asosida harakat qilishga, to'g'ri bo'lgan bir e'tiqod asosida, ahli sunna va jamoaning aqidasi asosida Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnati va sirati ve Payg'ambar alayhisolatu vasallamning 23 yillik hayot jarayonida bu ummat ko'ksatgan amaliy reallikni tadbiqlab turib, şu bo'yicha bugünkü devre şaraitleri ve biz maaşına kılsak makapırgı faydalı kullandı ya ziyarlı kullandı. Bu noktalarını çıkış kılgan asasda faaliyet edip birinse inşallah biz az fırsatda bu zalim, zoravan, tecavüz güçler üstüdün galbige eriştiğimiz gep yok. İnşallah, inşallah. Rahmet nayet yaxşı eşipeli. Ustaz emdim şu abay sözlerden sözlep ötlemesinden nurgun elip tutkan yolumuzdaki bazı hatalıklarınki ketip kalgan taraflarımızda. Bugün vaziyetimiz, bugünkü halkımızın ahvali oturdu. Bugün hem de Xitay, hem de hazır mesela şu hatalıkımızın tunup, bugün mesela silinen şu gapni anlagan deyken bir tutup, asli mandaq tutuş gerekken, siretki qarasam mandaq bolgan deyken, ben muşda hazır en başta şu məxfi şekilde halkımızı ferdi şekilde bir şu itikadi cihetten terbiyeleşke tirissam boğudak degan bir fikri kelgan insan mı bugün? Ay Resulullah'ın vaxtidek məxfi qilman desimi? Bugün vatanimizin şaraitida şunu mu qığılmaydigan derece kep qilgan biz. İki adam bir yerde ayrım bir toplaşamagan, bir ağın üstüne bir xatirjan bir o'ltiranmagan. Bir-birisini zencirisi Xitay her xil isim bilen bilasini çıkarıp atadımdı. Zencirisi man çetip cezalaştırıp bütün mahalledeki öy emmesi biraz sırttım biraz tunatınıştırdım biraz kep kalsa tizimlatmaya durup ürümçidek bir yerde mi özünün tukkunu kelse şu ultrak rayonga şunu tizimletip nereden geldi, kaç gün durdu, kaçan gidiyordu hemen tizimletip şu ultrak rayonga kirgizilmaydigan derecede çiğin tutuyordu. Muşundaq şaraitdeki halkımız nemiş kılış gerek, qandaq çıkış yol tepiş gerek bunun içinde. Qanda bir-birini terbiyeleydi bu yerde. Endi bununla hakikaten dikkat itibarımızı qartadigan bolsak, bugünkü Şarkı Türkistan'ın vaziyeti hakikaten echinishlik bir ahvolda. Şarkı Türkistan tuprog'idagi barliq musulmonlar intayin ig'ir bir jarayonni, ig'ir bir musibatlik kunlarni beshidan o'tadi. Hem Şarkı Türkistan'da bo'layotgan zulm, zo'ravonlik harakatlari gerçi biz yuqori degandek voyaga yetgan bo'lsa-mu, ammo xalqaro jamiyat, dunyo jamoatchiligi bu Şarkı Türkistan tuprog'ida bo'lgan bu hareketlerini yoki bu zulm, zo'ravonlik hareketlerini Xitoyning to'liq tushunib yetib bo'lolmadi. Nima ishqa degan chaqda Xitoy bu jihatlarda nihoyat o'zi bir
müdürlüğünü göç, öngünü seydep yerlerinden bir məxluq. Şunda tabiiyeti bir meynet, pes bir məxluq. Bugün yükünde yanılam uşak yap kaldı bazı noktalarda. Bunun için media sahalarda uçuk aşındak zoravallıklığını aks ettiğen filmler. Ya ki şu zoravallıklığını inik bir ifadelep birdiğin bazı bir suretlerimi asasen halkara cemiyetteki Müslümanlığının Uygurlarının kuluğa ve başka yani milletteki Müslüman kişilerin kuluğa toluk yetkizilmeyen bir ahvalda dünya cemaatçiliği bugün Halep meseleleri veya ki bulması Palestin meseleleri Orta Şerik'te bulavatkan meselelerine nispeten bütün dikkatini şununla karattı. Mesela Birmi'de Müslümanlar köydürülüvatıdı, öldürülüvatıdı. Somali'de bulavatıdı, Mısır'da buldu, Tunus'ta buldu, Libya'da buldu. Bugün Suriye topraklarında hem bulavatıdı. Bütün dünya cemaatçiliği, bütün dünya Müslümanları hakikaten bunun özünün dikkat itibarını karattı. Nemişka? Uyada bulavatkan hareketlerini hiç olmaganda medyada yani akbarat sahalarında süratliği ilip bunu takip etken imkaniyetle buldu. Bunu dünya cemaatçilik köy dünyada öldürülüvatkan, katlam kılınavatkan Müslümanlarını. Bunun için kanda kıldı. Hemen bunun kaygırdı, bunun için dua kıldı. Ama Şarkı Türkistan'da çoğu degen çağda Xitay hakikaten intayın ustalık olan. İntayın ustalık olan bu pacialini sadır kılıvatı demde. Müslümanlığını o bu senin tupurukun deydiğin gibi emez, bu seninki de güzel demdi Müslümanlığını. Yani Cumhur'un ayrılmaz bir kısmı degen okşuğan şu geplerini şu Müslümanlığın zuvanıdan çıkırgızıvatıdı ve onundan başka bugün medyalarda bazı bir andı sandı çıkıp kalgan özünün medyalarından tahtılıp kıp kalgan hareketlik karşısak hakikaten adamın köngülü intayın azaplandı. İntayın azaplandı. Anda biz qanday qilish kerak bu meseleге nisbatan? Endi biz aşındak bulaptı, zulüm bulaptı, zoravallık haddidini eşipti. Endi biz hazır edem terbiyeleyemeyitkenmez, davet mi kılanmayitkenmez. Hatta ki biz tedbir Müslüman bir yerge kelip bir hem sohbet kılış imkaniyetidir mi? Mutlak mahrum kaptı. Şarkı Türkistan'ın işi hem de pütüptü. Ahırlaşıptı da oturumuz mu? Yok. Bu meseleye nispeten özünü Müslüman sanıgan, şu Şarkı Türkistan tüfürküden çıkan, hazır şu Şarkı Türkistan tüfürküden çıkıp dünyanın bulun puşkaklarında özünün hususi turmuşu, hususi hayati faaliyetleri bilen şugullanıvatkan kişiler umumizlik uykusunu geçiş gerek ki bu tufrakның ulağı verilgen bir amanet ikenligi. Bu tufrakta izilavatkan, kıynalıvatkan, turmun kamerlerde ingravatkan şu tufrakta yani şu Müslüman boğallıklar için ya kapır olap yaşaysa ya tufrakını taşlap başkası bir yol. Fakat uları ölüm ya ki bu kapır olap yaşaş. Xitay olap yaşaş. Mana bunundan itibaren muşundak bir tallaş, iki tallaşның otursida mecburlanıvatkan bu Müslümanları unutup dünyada özünün turmuşu, özünün hayatı malum kapaletki igi bolsa işin bitti deplam ketiş gerek mi? Doğru. Hakikaten dünyada hiç kandak bir iş bedelsiz, kurbansız bulmaydı. Bugün bütün dünyada Müslüman atlık kişilerin her birisi okşumağın şekilde imtihan sınaklarını peşini ötküzü oturdu. Şu cümleden Şarkı Türkistan Müslümanları. Hoş. Bu sınak bütün dünya Müslümanlarının beşiği geldi bugün. Bu bir imtihan. Bugün Suriye, bugün Irak, bugün Somali, bugün Mısır, bugün Tunis, bugün Libya, bugün Birma, Şarkı Türkistan hem tufrakta zadı Müslümanlar çoğun bir imtihanı, çoğun bir sınakını beşidin ötküzü oturdu. Bunun bir sebebi var. Bunun bir sebebi var. Ende Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hasiben nas eyyutraku eyyekulu amennâ ve hum la yuftanun. Kişiler biz iman ettik dep koyap biz endi şunun bilen imtihanlanmay, sınaklarını beşimizden ötkazmay, udullu cennet kirip ketimiz dep oylandı. Allah bu ayet arkalık nemin okturuvatıdı bu yada? Çokum bir kişi İslam keltüygendiğin kin, Müslüman boğandığın kin bu yolda imtihan var. Bu yolda sınak var. Bu yolda musibet var. Şu imtihan sınakla işçide kanda kılış gerek? Bu millet bu imtihanı öteş gerek. Allah'ın nusretine ve bu nusretke intilgan kişiler avval şu nusretke layıklı için özünü ıslah kılış gerek. Özünü onşaş gerek.
Zaten bu zulüm bizge nereden geldi? Bu gün bizge nereden geldi? Bunu hem oylaş gerek. Şunun için Peygamberimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den İbn Ömer radıyallahu anhu'dur rivayet kılınan bir hadisi bu. Bu hadiste Peygamber aleyhisselam lem yenkudu ahdallahi ve ahdar Resul illa sallatallahu aleyhim aduven min gayrihim. Fe'akadu ba'da ma fi eydihim ve ma lem tahkum a'immetuhum bi kitabillah ve yetekhayyaru bima anzalallah illa cealallahu ba'sahum beynahum. Peygamber aleyhisselam bu hadis nime davatıdır? Bula Allah'ın Resulü bergen ahdini bozup koysa, La ilahe illallah Muhammed Resulullah ahdisini bozup koysa, Kur'an'ın özüge muvaffakiyetini tutup muvaffakiyetinden kaçıdıgan, bugün zulüm zoravallık beşiği yamğudek yığıvassa, yani bir bulunu kirip can baksan bulutu, özünün hususu turmuşunu hatırcam ötketsen bulutu deydigan, bu koygu çıkasa, Allah'ı bergen ahdi nime? Allah'a sadık oluş. Allah'ın emir fermanını, yol yürük prensiplerini tunuş ve onu mükemmel icra kılış. Ulu mukaddes Kur'an-ı Kerim'de Elif Lam'da başlanıp takip ve nas'tab ahırlaşkan kadar şu Kur'an'da kanda buyruk gelgen bolsa. Peygamber aleyhissalatu vesselam zaten onun üzerinin sünnetleri de kanda buyrukunu bergen bolsa. Peygamber aleyhisselam kanda yol tutkan bolsa. Peygamber aleyhisselam davridin tatıp, sahabıla, tabi'illadin tatıp, ta bugünkü kelgen kadar ehl-i sünnet vel cemaat akidesideki bu ümmetin pişivaları her zaman, her davr meseleleki kanda yol tutkan bolsa, mana bunun özünü tatbiqlamay. Allah'ın Resulü bergen ahdini bozup koysa, sallatallahu aleyhim aduven min gayrihim. Allah subhanahu ve teala ulanın üstüge uladın bulmağan bir düşmanını hükümünden kılıdı dedi. Gep bu yerde. Bugün Amerika, bugün Avrupa, İslam tüfraklarına halıganca her xil bahanılarını köküstüp bastırıp geliyordu. Bugün Xitay, Şarkı Türkistan tüfrakını 60 yılının bu yakıda bulmadı, ben yukarı dedim. Şu Gomi'dan Xitay'ydı, Şenşisay Xitay'ydı, Yanzışın Xitay'ydı, Cinşur'un Xitay'ydı, Çiyal'ın Xitay'ydı, Suzuntan'la hem şuydu. Bunlar şu vaktin tatıp bu tüfrakı bastırıp geldi. Ta hazırgıçılık Uygur Müslümanları zade kımırlap baktı, bir işini kıp baktı, okutup baktı, davet kıp baktı, hareket kıp baktı. Ama iş devamlık durdu şu Xitay'ın faydasını kep duruptu. Ama mesela biz her zaman nüsret küttük, her zaman galbi küttük, her zaman zarlandık, kakşıdık, ne gılıvasak kamçılıdık, ne gılıvasak kakşaplı öttük. Derdimizi şu kakşaştan çıkardık. Ama mesela biz zade bu zulümge ne mi sebepten düşkep kaldık degeni oylaş gerek. Peygamber aleyhisselam sallallahu aleyhim aduven min gayrihim. Allah subhanahu ve teala ulanın gayridin, ulanın başkasıdın boğan bir düşmanını ulu hükümran kılıdı. Fe'akadu ba'da ma fi eydihim. Ulanın kuludaki bir kısım nesini. Bugün hemen nesini ele vatı diye Müslümanlar. Müslümanın kuldaki barıcı nesini tatibet buldu hazır. Medresanda tatibet buldu, mescidinde tatibet buldu, davet kılış, bu tamamen erkinliğine gek kılış, hukuk, hatta kiyim, keçek, örp adet tamamen nesini tatibet buldu. Nemen kaldı hem de? Nemen kaldı? Bu zulüm, zoravallıkka, tacavuzçılıkı sükut kırıp yaşaş, bu hakiki bir müminin sükutu emez bu. Davamlık zulüm layığı yitivassa, tacavuz çıkışlı layığı yitivassa, ola her xil bahane sebebi bilen şu Müslümanın üstüge bastırıp gelivassa, şu Müslümanların bir bahane sebebi bilen yukatsam davassa, yani bunun için qarab bakılı, bugün kravatımız. Biz kravatımız ki Xitay işki balını uqutkan edenini tutuvasa Şarkı Türkistan'da Kur'an savadını çıkargan. Bunu siyasi de 5 yıl 10 yıl kesi otudu. Bugün çeteldi qanday qılıvatımız siyasi. Biz siyasiden xali bağlı xutimiz ilmi siyasi. En adnası ma düşman mavu, düşmanның tabiati mavu, ma düşmanga ma şekilde nima qilayli degandan bulab, "Hoy, maningni yiroq turlar." Nima kuniga qoldik bugün? Biz zade adam terbiyeleştin, adam okutuştun, ahirki maksat nima? İslami devletinin asasını kuruş, bunun hamturuşlarını yetiştiriş. Şu tacavuzçı zalim güçlerini qoğlab çıkırıp, iyada bir İslami boğan bir devlet kurup çıkış ko. Anda oğan vaqtada biz hazırdan tatıp, fikri, idisi, mücmel bir insanla yetiştirip çıkmakçı mı?
Kimni yetishtirmoqchi? Biz buni nima ish qilmoqchi bo'lgan? Buning uchun qanday qilish kerak? Bugun chet eldagi barcha musulmon buni endi bizga sinab kelibdi. Vatandagilar qiynalayotgan bo'lsa amal yo'q deb medialada, uningda, buningda kakirab qo'ysak, baqirab qo'ysak, andisanda namoyish qilib ko'chaga chiqib qo'ysak ishimiz bitdi deb o'ltirmasligimiz kerak. Cho'qim qanchalik imkoniyatimiz kelsa, bu zulm va zo'ravonlikni dunyoga anglitishimiz kerak, deyishimiz kerak. Arablar bilsin, turklar bilsin, bizning tashviqotlarimiz, bizning axborotlarimiz dunyodagi hamma tillarga o'tirga chiqsin. Dunyoda dunyoning bir bo'lim pushqig'ida Uyg'ur ismli bir musulmon bor ekan, bu musulmonning tuproqi shu musulmonlarga omonat qolgan bir tuproq ekan. Bu tuproqi midirlig'ini go'sht ungini saydaydigan yeb yal o'ritgan bir maxluq bostirib chiqib, mana bu musulmonlarni xoligancha izib, hamma narsani tatib olibdi. Buning uchun biz nima ish qilib bera olamiz bu musulmonlarga? Nima ish qilib berishimiz kerak degan mana bu ideyaga keltirishning yo'li bugun Sharq Turkiston tuprog'idagi musulmonlarning ko'rayotgan kunlarini dunyoga anglatish kerak. Dunyoga anglatish kerak. Xo'sh. Shuning uchun mana shu payg'ambar alayhisolamning yuqori hadis qarsak, bu ummatning yo'lboshchilari, ulamolari Qur'on bilan yo'l tutmasa, Qur'on bilan ish qilmasa, Qur'on ko'rsatgan, payg'ambar ko'rsatgan ish bilan o'zining hayotini sistemlashtirmasa, qalblashtirmasa, va yatakhayyaru bima anzalalloh, Alloh tushagan narsani xohlaganini tanlab, ixtiyorlikni uni tanlab buni qo'yib, jon og'irtmaydigan, ko'ngli yerim bo'lib qolmaydigan, yumshoq bir yo'lni tanlab, biz mushuning bilan maqsadga yetamiz deb o'tirtgan yo'lab qolsa, illa ja'alallohu ba'sahum baynahum. Alloh masalasini ostiga tashlab qo'ydi. Mana kunimiz bu. Shuning uchun qanday qilish kerak? Deydiganim shu. Bizning bugun nima ish qila olamiz? Payg'ambar alayhisalom Ammar ibn Yasir oilasi yo'qotishga duch keldi. Dadasi, onasi yo'qotishga duch keldi. Ammo payg'ambar alayhisalom maxfiy kishilarni tashkillab qo'polama Ammar ibn Yasirning oilasini qutqizayli demasdan payg'ambar alayhisalom sabran ya ali Yasir mav'idukumul jannat dedi. Ey Yasir jamoati, sabr qilinglar, bardosh beringlar. Sizning borgan joyingiz jannat. Siz jannat va'da qiling. Bu payg'ambarning majburiyati bu. Payg'ambar agar shuni mi demagan bo'lsa, Allohning oldiga hisob tortishi mumkin edi. Bugun biz qarindoshlarimiz zulm uchirdi, haqorat qilinayotdi, ayollarimiz bu kunga qoldi, Sharq Turkiston u bo'ldi. Lekin biz nima ish qilib turibmiz? Nima ish qilishimiz kerak? Bugun chet elda ta hozirchilik o'zimizni o'ylab, nima qilib olsak, o'zimizni birinchi qilish uchun ikkinchi bir tarafni qamchilab, mushundaq o'timizmi? Diniy ziyolilar bilan taniy ziyolilarning orasida hangni yo'g'intib ketimizmi yoki ixtilofni tugutib, ziddiyatni tugutib ittifoqlashimizmi? Birlashishimizmi? Ma dushmanga qarshi, zo'ravon kuchlarga qarshi biz birliksab quramizmi? O'zimiz yashayotgan sharoitlardan unumli foydalanamizmi? Mana bu masala ustida o'ylash kerak. Shunga bizning qila oladiganimiz bu endi. Shunda bo'lganda biz hozirdan tortib birliksab quralgan vaqtimizda, birlashalgan vaqtimizda har qaysi kuchlar birliksabni ro'yobga chiqara olgan vaqtida inshaalloh bu imtihon sinoqlarining oxirlashayotgan kuni keladi. Kuni keladi. Shunga men deymanki, biz bugun zodi Sharq Turkistonda zulm voyaga yetgan bo'lsa, endi biz chet elda turibdimiz. Zulm voyaga yetibdi. Endi biz uning davosini qilsak yoki uning qartashga qizga qilib qo'ysak, yoki u musulmonni qutqizish uchun ma'lum harakatlar bo'lib qolsa, endi biz chet eldami yashamay qolamizmi? Bu xiyol gap qolmasligimiz kerak. Qullan yusibana illa ma kataballohu lana. Allohning taqdir qilgani bo'ladi. Lekin masala majburiyatimizni, mas'uliyatimizni unutib qolmasligimiz kerak. Dunyoning qayerda bo'layli? Dunyoning qayerda bo'layli? Biz mas'uliyat, majburiyatimizni unutib qolmaylikki, bu Sharq Turkiston tuprog'i va bu tuproq musulmonning. U yerda o'ltirilayotgan, u yerda qatlam qilinayotgan, tomir kamerlarda ingrayotgan bu musulmon bu. Bu musulmonni qutqizish mas'uliyat nuqtasidan birinchi bizning ustimizga farz bo'ladi bu. To'g'ri. Birinchi bizning ustimizga farz bu. Bizning ustimizga farz ayn. Endi biz mush holatda turib, endi u yerni unutib qolish bo'lmaydi. U musulmonlarni unutib qolish bo'lmaydi. Ammo biz qanday qilamiz endi? Buning uchun birliksab qurishimiz kerak. Buning uchun ixtilofni tugutishimiz kerak. Buning uchun biz endi shu musulmonlarni qanday qilgan vaqtimizda, ya'ni biz bir qutqizish uchun bir baldoq harakat qilamiz degan bu masala. O'ylanish,
bizning ustimizda nihoyatda muhim bo'lib qoldi. Ko'pdan ko'p rahmat, nihoyat yaxshi yechib berdi. Hurmatli televizor faqat 1 minutlik istirohatdan keyin yana kelgan qolib qolgan yerimizdan boshlab davomlashtiramiz. Bizni بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات